Xalqimizda ommalashib borayotgan Chang'an Plus avtomobiliga izotermik furgon qilib berganmiz va gazlarni ham uстановка qilib berganmiz. Nima ishlar qilib berganimizni video davomida tushuntirib o'tamiz. Furgonimiz to'g'risida aytadigan bo'lsam, balandligi 180 bo'lgan двойной alikapon 21 mikronli. Yon tomondan ham eshik ochib berganmiz, zashitka va yashiklarni ham qo'yib berganmiz. Propani to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, bunga 90 talik propan o'rnatib berganmiz. Bu mashinamiz benzini bilan birga 1,5 kilometr masofani bosib o'tadi. Okamlar mashinalarni termotentga olib kelib, ham gazlarini, ham furgonlarini, ham barcha dokumentlarini bitirib chiqib ketdilar. Agarda sizlarga ham hamma ishinglar bitta joyda bitib ketadigan xizmat turi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol termotentga murojaat qilaverasizlar.